Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimizning nomi eukariot organizmlarning xilma-xilligi, hayvonlar dunyosi va sitologiya asoslari mavzularini gaplashamiz. Demak, o'tgan dars biz sizlar bilan prokariot organizmlar haqida gaplashgan edik va ularga bakteriyalar va ko'k yashil so'tlar kirishini bilib oldinglar. Ana endi keyingi mavzuyimiz bu eukariot organizmlar, ya'ni yadrosi shakllangan, yadrosi bor bo'lgan organizmlarga eukariotlar deyiladi. Prokariotlarda esa yadro rivojlanmagan edi. Xo'p, demak, eukariot organizmlarga kiradi zamburug'lar, o'simliklar va hayvonlar. Ya'ni zamburug', o'simlik va hayvon hujayralarida yadro rivojlangan bo'ladi. Mana bu yerda umumiy ma'lumotlar keltirilgan, qarab chiqsanglar bo'ladi. Prokariot va eukariot hujayralarining bir-biridan farqlarini tushuntirib ketaman. Demak, birinchi farqi, prokariotlarda yadro shakllanmagan bo'ladi, eukariotlarda esa yadro shakllangan. Prokariotlarning DNKsi sitoplazmada joylashgan bo'ladi. Eukariotlarning DNKsi esa yadroda joylashgan bo'ladi. Prokariotlar amitoz usulida, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bo'linib ko'payib ketadi. Eukariotlar esa mitoz va meyoz usulida ko'payadi. Mitoz va meyoz nimaligini hali keyingi mavzularda to'liq tushuntirib beraman. Prokariotlarda asosiy organoidlar mavjud emas. Ya'ni o'tgan darsda ham men aytib o'tdim, prokariotlarda faqatgina 3 xil organoid mavjud, ya'ni ular ribosoma, mezosoma va aerosoma. Eukariotlarda esa barcha organoidlar bo'ladi. Prokariotlarning vakillari bakteriyalar va ko'k yashil so'tlar bo'lsa, eukariotlarning vakillari zamburug', o'simlik va hayvonlar hisoblanadi. Ana endi bu prokariot va eukariot hujayralarining bir-biridan farqlari edi. Endi bu ikkita hujayraning umumiy xususiyatlari ham bor. Ya'ni ular ham prokariotlar ham eukariotlar ikkalasi ham hujayra qobig'iga ega. Ya'ni hujayrasi tashqi tomondan maxsus qobiq bilan qoplangan bo'ladi va bularning ikkalasida ham hujayra ichidagi suyuqligi, ya'ni sitoplazmasi bo'ladi. Bularning ikkalasida ham ribosoma shakllangan bo'ladi va bularda DNK va RNK ga ega ikkalasi ham. Xo'p, endi eukariot o'simliklar haqida gaplashamiz. Demak, o'simliklarni biza ikkita xilga bo'lib o'rganamiz. Tuban o'simliklar va yuksak o'simliklar. Tuban o'simliklarga suvotlar kiradi. Yuksak o'simliklarga esa poyabargli o'simliklar kiradi. Va mana shu yerda yana bitta qo'shimcha ma'lumotni men sizlarga aytib ketaman. Uni keyingi mavzularda hali yana gaplashamiz. Tuban o'simliklarda, ya'ni suvotlarda xromatofor bo'ladi. Yuksak o'simliklarda esa xloroplast bo'ladi. Lekin ikkalasining ham vazifasi bir xil, ya'ni fotosintez jarayonini amalga oshirish. Ikkalasining ham tarkibi ham bir xil, ya'ni xlorofil pigmentidan tashkil topgan bo'ladi. Faqatgina suvotlarning xlorofil pigmentlari xromatoforda joylashgan bo'ladi. Yuksak o'simliklarning xlorofil pigmentlari esa xloroplastda joylashgan bo'ladi. Xo'p. Suvotlarning tanasi organlarga bo'linmagan. Shuning uchun ham ularning tanasi qattina yoki tallom deyiladi. Yuksak o'simliklarning tanasi esa organlarga bo'lingan, ya'ni ildiz, poya va barglarga bo'lingan bo'ladi yuksak o'simliklarda. Tuban o'simliklarda, ya'ni suvotlarda esa ularda poya, ildiz, barg kabi organlari rivojlanmagan. Demak, keyingi ma'lumotimiz zamburug'lar dunyosi haqida bo'ladi. Dastlab zamburug'lar haqida umumiy xususiyatlarni, umumiy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Zamburug'larda plastida bo'lmaydi, eslab qolinglar. Plastida faqatgina o'simliklarga xos hisoblanadi. Zamburug'lar heterotrof holda oziqlanadi, ya'ni ular o'zi mustaqil ravishda oziq moddalarni sintez qilmaydi. Bu nima degani? Masalan, o'simliklar oziq moddasini o'zi sintezlay oladi, ya'ni fotosintez jarayoni natijasida.
va ularni biz avtotroflar deymiz. Ya'ni o'z oziq moddasini o'zi sintezlay oladigan organizmlarni biz avtotroflar deymiz. Ozuqasini tashqi muhitdan oluvchi organizmlarni esa heterotrof holda oziqlanuvchilar deymiz. Xo'p, endi qaranglar, heterotrof oziqlanishni o'zini bir nechta yana xillari borda, ularni keyingi mavzuda tushuntirib beraman yana. Ya'ni ular galazoy, saprofit va parazit kabi xillarga bo'linadi. Heterotrof holda oziqlanishning o'zi. Ana endi mana shularning ichidan zamburug'lar ikki xil usulda oziqlanish xususiyatiga ega, ya'ni parazit va saprofit holatda. Zamburug'larning 100 mingga yaqin turi mavjud. Ular oziq moddalarni tanasi bilan shimib oladi. Vegetativ, jinsiz va jinsiy usullarda ko'payadi. Zamburug'larning suvo'tlardan farqi, ularda xlorofil bo'lmaydi. Zamburug'larning bakteriyalardan farqi esa, ularda yadro mavjud bo'ladi. Mana shu xususiyatlarni ham yaxshilab yodlab qolinglar. Xo'p, mana bu slaydda yana zamburug'lar haqida qo'shimcha ma'lumotlar ham berilgan sxema ko'rinishida. Ya'ni mana qaranglar, bundan oldingi slaydda tushuntirib o'tganimdek, zamburug'larda plastida bo'lmaydi, xlorofil pigmentlari ham bo'lmaydi, ular heterotrof holatda oziqlanadi, parazit va saprofit holatda hayot kechiradi va yadrosi mavjud bo'ladi zamburug'larda. Uning yonida esa zamburug'larning oziqlanishi haqida, ya'ni birinchi rasmda saprofit holatda oziqlanish, ikkinchi rasmda esa parazit holatda oziqlanish. Bu ikkita oziqlanish xilini men tushuntirib ketaman birato'la. Ya'ni qaranglar, saprofit holda oziqlanuvchi organizmlar deyarli barchasi tuproqda yashovchilar hisoblanadi. Ya'ni tuproqdagi qoldiq moddalar bilan, ya'ni tuproqdagi qoldiq moddalarni parchalagan holda va ularning qoldiqlari bilan oziqlanuvchilarni biz saprofit holda oziqlanuvchilar deymiz. Ya'ni ularga zamburug'lar va bakteriyalar kiradi. Keyingisi esa parazit holatda oziqlanish. Bu nima degani? Ular asosan boshqa xil tirik organizmlarning to'qimalarida yashab turib, kasallik keltirib chiqaruvchi larni biz parazitlar deymiz. Ya'ni o'sha boshqa tirik organizmlarning to'qimalari hisobiga oziqlanuvchilar parazit holda oziqlanuvchilar deyiladi. Ana endi zamburug'larning vegetativ tanasi mitseli deyiladi. Mitselining o'zi esa mayda ipchalar, ya'ni gifalar yig'indisidan tashkil topgan. Mana bu rasmdan tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, mana qaranglar. Mana bu umumiy tana. Mana bu misol qo'ziqorin zamburug'i desak, qo'ziqorin zamburug'ining ichi ham to'la mitselidan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni umumiy qilib aytganda tanasi mitseli deb ataladi yoki mana uning mitseli tanasi tuproq ostida ham joylashgan bo'ladi. Mana bu rasmga ham e'tibor beramiz. Mana umumiy tana bu mitseli deyiladi va mitselining tarkibi esa e'tibor beramiz, mayda ipchalardan tashkil topyapti. Ya'ni bir nechta gifalar yig'ilib hosil qiladi bitta umumiy tanani, ya'ni mitselini. Xo'p, mana bu slaydga ham yaxshilab e'tibor beramiz. 9-sinf kitobida bu ikkita rasm berilgan va men sizlarga hozir tushuntirib ketaman bu nima ekanligini. Bu ikki xil zamburug'ning turi. Birinchisi, ya'ni chap tarafdagisi bu murakkab zamburug' hisoblanadi, ya'ni uning nomi penitsil zamburug'i. O'ng tarafdagisi esa bu sodda zamburug' hisoblanadi, uning nomi oq po'panak deb ataladi. Va bu ikkita zamburug'ni o'zaro bir nechta bir-biridan farqlari mavjud. Ya'ni qaranglar, birinchisi penitsil ko'p hujayrali, bir yadroli to'siqlarga bo'lingan. Rasmga e'tibor beringlar. Hujayralari ko'p. Nimaga ko'p? Chunki to'siqlarga bo'linganligi hisobiga bir nechta hujayralardan tarkib topgan hisoblanadi. Va e'tibor beramiz, har bitta hujayrasida bittadan yadro bor. Shuning uchun ham uni ko'p hujayrali va bir yadroli deymiz. Endi ikkinchisiga e'tibor beringlar. Bu yerda oq po'panak tasvirlangan. U esa bir hujayrali va ko'p yadroli to'siqlarga bo'linmagan hisoblanadi. Mana qaraymiz, endi hech qanaqa to'siq yo'q. Shuning uchun ham u bitta hujayra hisoblanadi, lekin ko'p yadroli.
Mana bitta hujayraning o'zida qaranglar, bir nechta yadro joylashgan bo'lganligi uchun shunaqa ta'rif beriladi bu zamburug'ga. Keyingi ma'lumotimizga o'tamiz. Achitqi zamburug'i. Demak, uning haqiqiy mitselisi bo'lmaydi. Ya'ni u hech qanaqa gifalardan, mitseliydan tarkib topmagan. U mayda hujayrachalarning yig'indisi, ya'ni mayda hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Hujayrasi bir yadroli oval shaklda. Kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi. Kurtaklanish natijasida hosil bo'lgan yosh mayda hujayrachalar uzilib ketmay, bir-biriga ulanib, zanjir hosil qiladi. U shakarli muhitda yashaydi. Faoliyati natijasida shakar parchalanib, spirt va karbonat angidrid gazini hosil qiladi. Nonvoychilikda xamirga achitqi qo'shib qorilganda ajralib chiqadigan karbonat angidrid gazi xamir ko'pchishini, ya'ni xalq tilida xamir oshishi deyiladi, ta'minlaydi, ya'ni yengil va g'ovak bo'lishini ta'minlab beradi. Mana o'ng tarafda achitqi zamburug'ini rasmi keltirilgan. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yana qaytaraman, achitqi zamburug'ining boshqa zamburug'lardan asosiy farqi shundaki, uning mitselisi bo'lmaydi va shu o'rinda gifasi ham bo'lmaydi. Ya'ni u shunchaki hujayradan tashkil topgan, gifadan emas. Mana bu yerda ham achitqi zamburug'ining turli holatdagi ko'rinishlari tasvirlangan. Mana oxirgi rasmda hujayrasi turibdi. Xalq tilida achitqi zamburug'i droji ham deyiladi. Ya'ni o'sha bizda xamirga solinadigan droji bo'ladi. Ana o'sha narsaning tarkibi to'liq achitqi zamburug'i hisoblanadi. Xo'p, keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Qo'ziqorin zamburug'i. Ichi bo'sh, meva tanasi 10-12 sm keladi. Ya'ni mana bu qo'ziqorinni zamburug'ining tanasi biologiyada meva tana deyiladi. Xo'p, uning meva tanasi oyoqcha va qalpoqchadan iborat. Asosan tuproqda saprofit holda hayot kechiradi. Endi zamburug'larni iste'mol qilinadigan va iste'mol qilinmaydigan xillari mavjud. Iste'mol qilinadigan qo'ziqorinlarga oq qo'ziqorin va qo'zidumba, ya'ni ikkinchi nomi shampinyonlar kiradi. Iste'mol qilinmaydigan, ya'ni zaharli qo'ziqorinlarga esa qizil muxomor va sariq soxta qo'ziqorin kiradi. Ularning tarkibida oqsil, moy, mineral moddalar hamda temir, kalsiy, rux kabi elementlar mavjud. Qalpoqchali zamburug'larning yil faslaridagi faoliyati, ya'ni har bir yil fasllarida qanaqa o'zgarishga uchrashi haqida tushuntirib beraman hozir bu slaydda. Chunki kitobda bu ma'lumot bor. Demak, qaranglar. Yozda qo'ziqorin zamburug'ida tuproq ostidagi mitselisida oziq modda to'planadi. Shu yil kuzda tuproq ostida kichkina meva tanasi shakllana boshlaydi. Qishda tinim davrini o'taydi va kelgusi yil bahorda esa to'liq yetilib, qo'ziqorin zamburug'i tuproq yuzasiga chiqadi va sporalarini sochadi va shu tariqa uning hayot sikli davom etadi. Xo'p, ana endi parazit zamburug'lar, ya'ni kasallik keltirib chiqaruvchi zamburug'lar. Bizning kitobimizda kasallik keltirib chiqaruvchi, ya'ni parazit zamburug'larning 3 xili berilgan. Ya'ni zang zamburug'i, vertitsil zamburug'i va qora kuya zamburug'lari. Mana ularning ko'rinishlari. Ko'rib tushunib olsanglar bo'ladi. Keyingi slaydimiz zang zamburug'i haqida gaplashamiz. Zang zamburug'ining oraliq va asosiy xo'jayini bo'ladi. Ya'ni uning oraliq xo'jayini zirk o'simligi, asosiy xo'jayini esa bug'doy o'simligi hisoblanadi va shuni hisobiga eslab qolamiz, zang zamburug'i har xil spora hosil qilish xususiyatiga ega. Ya'ni bir xil sporasi zirkda parazitlik qilsa, boshqa xil sporasi bug'doyda parazitlik qiladi. Bahorda zirk o'simligida rivojlanishni boshlaydi bu zamburug'. Sporalari shamol yordamida tarqaladi. Keyinchalik esa bug'doy o'simligida o'z hayotini davom ettiradi. Yoz davomida bug'doy o'simligida zang rangidagi sporalarni hosil qiladi. Ular bug'doyning poya va barglarini zararlaydi.
Zararlangan o'simlik boshoq hosil qilmay qoladi yoki donlari puch bo'lib qoladi. Zang zamburug'iga qarshi kurashish uchun zamburug'iga chidamli yangi bug'doy navlari yaratiladi. Keyingisi vertitsil zamburug'i, ikkinchi nomi oq palak deb ham yuritiladi. O'simliklarning o'tkazuvchi to'qimalarida parazitlik qiladi. Natijada o'simlikda vilt deb ataluvchi so'lish kasalligi namoyon bo'ladi. Kasallikka chalingan o'simlikda barg hujayralarida taranglik holati yo'qoladi. Dastlab sariq jigarrang, so'ngra qo'ng'ir dog'lar paydo bo'ladi. Natijada barglar erta to'kila boshlaydi. Kasallikka qarshi kurashish uchun almashlab ekish yo'lga qo'yiladi va viltga chidamli yangi g'o'za navlari yaratiladi. Mikoriza yuksak o'simliklar ildizi bilan qalpoqchali zamburug'larning simbioz hayot kechirishidan iborat bo'ladi. Demak, biologiyada ikki xil mikoriza mavjud. Tashqi ektotrof mikoriza va ichki endotrof mikoriza. Tashqi mikoriza asosan daraxtlarda bo'lib, ildizining uchki qismini zich g'ilof ko'rinishida zamburug' mitselisi o'rab olgan bo'ladi. Ichki endotrof mikoriza esa asosan o't o'simliklarda bo'lib, zamburug'lar ular ildizining ichki to'qimalariga kirib oladi. Mana bunaqa rasmda ko'rsatilgan holatda bo'ladi mikoriza, ya'ni qalpoqchali zamburug'ning mitselisi yer tagida daraxtning ildizini qoplab olgan bo'ladi. Xo'p, endi mana shu yerda tushunib olishimiz kerak. Simbioz yashash nima degani? Chunki bu yerda nima haqida gap ketyapti? Yuksak o'simliklar, ya'ni yuksak daraxtlarning ildizi bilan zamburug' mitselisining o'zaro simbioz holda yashashi, bu mikoriza deyilar ekan. Endi simbioz nima degani? Simbioz bu shunaqa narsaki, ikkita organizm o'zaro birga yashaydi va bu birga yashashlikdan ikkalasi ham bir-biriga foyda oladi. Mana shu hodisani biza simbioz holatda hayot kechirish deymiz. Xo'p, endi tashqi mikoriza qayin, eman va nina bargli daraxtlarda uchraydi. Tashqi mikorizada o'simlik ham va zamburug' ham bir-biri uchun foyda olish kerak bo'ladi. Ana endi zamburug'ning o'simlik uchun qanaqa foydasi bor va o'simlikning zamburug' uchun qanaqa foydasi bor, shularni tushuntirib ketaman. Endi yaxshilab e'tibor beramiz va tushunib olib yodlab qolishimiz kerak. Zamburug'ning o'simlikka qanaqa foydasi bor? Zamburug' tuproqdagi oksillarni aminokislotalargacha parchalab beradi va o'simlik o'zlashtirishini ta'minlab beradi va hosil bo'lgan aminokislotalarni o'simlik ildizi orqali o'zlashtirib oladi. Keyingi ahamiyati, zamburug' o'simlik ildizining shimish yuzasini ham oshirib beradi. Mana bu ikkita xususiyat bu zamburug'ning o'simlik uchun foydasi edi. Endi o'simlikning zamburug' uchun qanaqa foydasi bor? Demak, zamburug' daraxt ildizidan karbon suv va vitaminlarni o'zlashtiradi. Mana bu xususiyat endi o'simlikning zamburug' uchun foydasi bo'ladi. Ichki mikoriza ko'pincha o't o'simliklarda uchraydi, ammo ichki mikoriza haqida ma'lumotlar yetarli emas. Mana bu slaydda mikoriza haqida umumiy ma'lumotlar va rasmlar bilan birga berilgan. Pauza qilib yaxshilab ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi ma'lumotimiz bu lishayniklar. Demak, lishaynik o'zi nima? Lishaynik ham simbioz holatda hayot kechirishdan hosil bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Ya'ni zamburug'lar va bir hujayrali suvo'tlarning o'zaro simbioz hayot kechirishidan yuzaga kelgan organizmlarni biz lishayniklar deymiz. Umumiy qilib aytganda, lishayniklarning tarkibi nimadan iborat degan savol tushib qolsa, sizlar bemalol javob bersanglar bo'ladi. Ularning tarkibi zamburug'lar va bir hujayrali suvo'tlar hisoblanadi. Xo'p, lishayniklar sporalar yordamida va vegetativ yo'l bilan ko'payadi. Ular avtotrof organizmlar hisoblanadi. Endi mana shu yerda yana bitta qo'shimcha ma'lumotni aytib ketaman. Lishayniklar faqatgina avtotrof emas, balkim heterotrof ham bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki hali aytganimizdek, lishayniklarning tarkibida zamburug'lar bor. Undan tashqari bir hujayrali suvo'tlar bor.
Demak, zamburug'lar geterotrof holatda oziqlanadi, ya'ni oziqani tashqi muhitdan o'zlashtiradi, bir hujayrali suvotlar esa avtotrof holda oziqlanadi, ya'ni ular fotosintez qiladi va ikkalasi ham o'z oziqlarini bir-biri bilan almashinadi. Demak, biz lishayniklarni miksotrof oziqlanish deb aytsak bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni ham avtotrof, ham geterotrof holatda oziqlanish tushuniladi. Endi tashqi ko'rinishiga ko'ra bir nechta xil lishayniklar farqlanadi. Mana bularni yaxshilab yodlab qolishinglar shart, chunki testda juda ko'p tushgan. Yopishqoq lishayniklarga batsidiya misol bo'ladi. Bargsimon lishaynik bu parmeliya, butasimon lishaynik kladonia, soqolli usniya, tasmasimon everniya va tillarang xantoriya kabi turlari mavjud. Lishayniklarning kimyoviy tarkibi: xitin moddasi, lixinin, ya'ni lishaynik kraxmali, saxaroza, ya'ni disaxaridlarga kiradi, amilaza, bu ferment hisoblanadi, aminokislotalar, bular oqsillarning monomerlari hisoblanadi va oxirgisi bu vitaminlar C, B6 va B12 vitaminlar mavjud lishayniklarning tarkibida. Lishayniklarning sanoatdagi ahamiyatlari: lishayniklardan ajratib olingan ekstraktlardan atir upa mahsulotlari, kosmetika mahsulotlari olinadi. Lishayniklarning tabiatdagi ahamiyatlari: tog' jinslarining yemirilishini ta'minlab, tuproq qatlamlarini hosil qilishda qatnashadi. Va manna degan lishaynik mavjud bo'lib, u iste'mol qilinadigan lishaynik hisoblanadi. Va yana bitta qo'shimcha ma'lumot shu yerda aytib o'tib ketaman. Lishayniklarni lixinologiya fani o'rganadi. Hayvonot dunyosi. Hayvonlar geterotrof organizmlardir. O'simliklardan hujayrasida sellyuloza qobig'i bo'lmasligi va plastidasi bo'lmasligi bilan farq qiladi. Mana hozir bu slaydda 7-mavzudagi faqatgina kerakli ma'lumotlarnigina aytganman. Shularni faqat yodlab chiqsanglar yetadi. Chuvalchang va chumolilar tuproq tuzilmasini shakllanishida, uning unumdorligini oshirishda ishtirok etadi. Biofiltr bu suvda yashab, suvni tozalovchi hayvonlar hisoblanadi. Hayvonot dunyosi hujayraviy tuzilishiga ko'ra 2 guruhga ajratiladi, ya'ni bir hujayralilar va ko'p hujayralilar. Xo'p, taksis bu tashqi muhitning turli xil ta'sirlariga organizmlarning javob reaksiyasidir. Taksis xususiyatiga ega bo'lgan 2 xil organizm mavjud. Ulardan birinchisi xlamida monada, bu bir hujayrali suvot hisoblanadi va ikkinchisi yashil evglena, bu sodda hayvon hisoblanadi. Mana shu yerda tushuntirib keta qolaman. Taksis o'zi nima degani? Taksis degani yashil evglena va xlamida monadani qizil ko'schasi mavjud bo'ladi. Uni biz sizlar bilan 6 va 7-sinflarda gaplashgan edik va mana shu qizil ko'schasi yorug'likni sezish xususiyatiga ega. Va mana shu ikkita organizm qizil ko'schasi yordamida yorug'likni sezib va ana o'sha yorug'lik tomon harakatlanish, ya'ni javob berish reaksiyasi hisoblanadi. Bu mana shu xususiyat taksis deb ataladi. Keyingi termin bu sista. Sodda hayvonlarning noqulay sharoitida qalin qobiq bilan o'ralgan holati. Va keyingi atamamiz bu partenogenez. Urug'lanmagan tuxum hujayradan yangi organizmning rivojlanishi. Partenogenez haqidagi ma'lumotlarni hali yana keyingi mavzularda to'liq tushuntirib beraman. Hujayrani o'rganish tarixi va hujayra nazariyasi. Hujayrani dastlab Robert Guk kashf qilgan. U daraxt po'stlog'idagi po'kak to'qimadan kesmalar tayyorlab, mikroskop yordamida kuzatib, po'stloq bir xil bo'lmay, mayda bo'shliqlardan, ya'ni katakchalardan iborat ekanligini aniqlagan. So'ngra ushbu bo'shliqlarni sellula, ya'ni katakcha, uyacha, hujra deb atadi. Malpighi va Grew o'simlik hujayralarining tuzilishini o'rganishgan. Levinguk qondagi qizil qon tanachalari, ya'ni eritrotsitlarni, bir hujayrali hayvonlarni hamda bakteriyalarni birinchi marta o'rgangan.
Robert Brown hujayralarda yadro mavjudligini aniqlaydi va Purkinye hujayra tarkibidagi suyuqlikni protoplazma deb atagan. Shleyden va Shvan hujayra nazariyasini yaratdilar. Virxov 3 ta gapni aytib o'tgan. Ya'ni, birinchisi hujayrasiz hayot yo'qligini, hujayraning tarkibiy qismi yadro ekanligini va uchinchisi hujayra faqat hujayralardan ko'payishini isbotlab berdi. Karl Bayer sut emizuvchilarning tuxum hujayrasini kashf etdi hamda ko'p hujayrali organizmlar bitta urug'langan tuxum hujayra, ya'ni tuxum hujayradan rivojlanishini isbotlab bergan. Hujayra nazariyasining qoidalari keltirilgan 5 ta qoidasi bor. Bularni yaxshilab o'qib chiqishingiz kerak va yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Kattalashtirib ko'rsatuvchi uskunalar. Hujayralarni, to'qimalarni o'rganishda qo'llaniladigan kattalashtiruvchi asboblarga qo'l lupasi, yorug'lik mikroskopi va elektron mikroskoplari kiradi. Yorug'lik mikroskoplari tasvirni 10-2000 martagacha kattalashtirib ko'rsatadi. Mikroskopning muhim tomoni kattalashtirish emas, balki uni ko'rish kuchi va ko'rish xususiyati hisoblanadi. Mikroskopning ko'rish kuchi ikki nuqtani farq qilish uchun zarur bo'lgan minimum masofa bilan aniqlanadi. Elektron mikroskoplari tasvirni 200 ming martagacha kattalashtirib beradi. Elektron mikroskop yordamida ribosomalar, endoplazmatik tor va mikronaychalar kashf qilingan. Hujayra tarkibini o'rganish usullari. Birinchisi sitokimyoviy usul. Buning uchun turli xil bo'yoqlar ishlatilinadi. Ular yordamida hujayra tarkibidagi oqsillar, nuklein kislotalar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, metal tuzlarining miqdori va joylashishini o'rganish mumkin. Keyingi usul sentrifugalash usuli. Tirik organizmlarning organ va to'qimalarini bir xil massa hosil bo'lgunicha maydalab, organoidlarini ajratib olinadi va ularning xususiyatlari o'rganiladi. Bu usul yordamida yadro, xloroplast, mitoxondriya, ribosoma kabi organoidlar o'rganilgan. Va shu bilan bugungi mavzularimizning leksiyasi tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.